Tillavosmi? Da, olmadi. Xo'p, nima narsa ekan? Ko'ring-chi, narsalaringizni. Yangi. Xo'p, yangi bo'lsin nima sotasiz? Ikkitami bu? Voy, sipochka ekan-da buningiz. Model yoqmadi menga o'shani sotib. Sovg'a qilishdimi? Ha, ikkita bir xilmi? Grammlari ham bir xil bo'lsa kerak. Xo'p. Ko'ring. Bo'ldi. Nima olmoqchisiz buni o'rniga sotib? O'zi yangi zo'r narsa-ku bu. Brilliantmi yo boshqacha zo'r otilami? Ha, bunaqa sizga fason yoqmadimi? Ha, fason yoqmadi. Xo'p, bo'ldi. Qarang, faqatcha buningizni qimmatroq hisoblab beraman. Toshiga minus qilaman. Mana bu toshi bo'ladi. Mana shu toshiga minus qilaman, и prujinasi bo'ladi. O'sha toshi bilan prujinasiga minus qilaman. O'zingiz ko'rib chiroyli narx qilib bering. Xo'p, bo'ldi. Buni taroziga qo'ymaymiz, birkasini o'ziga yozilgan bo'ladi grammi. Xo'p, qarang. 19.98 plus buningiz. Xo'p. Plus 19.09 ekan. 39.07 bo'pti. Qarang. Toza 38 grammga hisoblayman. 1.07 toshi bilan prujinasiga olib tashladim. O'zi sizni qimmat oladi deyishdi. O'shanga o'zingizga olib keldim. Xo'p, qarang, 1 million 50 dan qilib beraman. Narx-navo ozgina tushib qolganda, undan ham qimmatroq beramiz. 39 million 900 bo'lyapti ekan, sizga tekis qilib 40 million qilib beraman. Bo'pti, bo'lsan bering. Rozimisiz 40 million? Ha. Hop, qarang, men taxassus sanoatdim. Pulim sal maydaroq lekin 1 2 3 4 5 6 5 million 30 million 35 million bemalol sanoatasiz 4 и mana 40 million. Rahmat kattakon, inshaalloh rozi bo'ling. Sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarni ham shunaqa pullar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.